Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda muloqot ko'rsatuvi. Biz bugungi muloqotimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritamiz. Suhbatdoshimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limi boshlig'i Anvar O'tkirov bo'ladilar. Avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz deymiz. Dastlabki savolimiz shunday. O'tgan 2025-yilda aynan bo'lim tomonidan oliy va professional ta'lim muassasalari, akademik litsey, milliy va xalqaro sertifikatlarni olish uchun bo'lib o'tadigan test imtihonlarini tashkil etishda qanday ishlar amalga oshirildi? Aniq raqamlar bilan ma'lumot berib o'tsangiz. 2025-yilga kelib Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan 50 dan ortiq turdagi test sinovlari o'tkazilib, shundan 20 dan ortiq turdagi test sinovlari hududiy bo'limlarda, ya'ni o'sha viloyat bo'limida tashkil etildi. Aynan bizda asosiy katta kontingent tashkil qiladigan oliy va professional ta'lim muassasalari qabul uchun o'tkaziladigan test sinovlarida kontingentimiz 62484 nafarni tashkil etgan bo'lib, shu bilan birga xorijiy tillarni bilish darajasini aniqlash, umumta'lim fanlarini bilish darajasini aniqlash imtihonlarida va shaharsozlik soha xodimlari davlat tilini bilish darajasi bo'yicha va boshqa turdagi imtihonlar o'tkazilib, jami 200 mingga yaqin talabgorlardan o'sha 2025-yil davomida imtihonlar o'tkazildi. Aniq raqamlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, aynan umumta'lim fanlarini bilish darajasini aniqlash imtihonida 55 mingdan ortiq talabgorlar imtihonga qatnashgan. Chet tilini bilish darajasini aniqlash imtihonlarida esa 30 mingga yaqin talabgorlar test sinovlariga qatnashgan. Kundan kunga yoshlarimizni bilimga, chanqoqligiga ortib borishi zamirida ularni o'sha test sinovlariga bo'lgan talab ham xuddi shunday ortib bormoqda. Bizga ma'lumki, bugungi test sinovlarini o'tkazishga qo'yilgan asosiy talab bu o'sha katta sig'imli binolarda shaffoflikni ta'minlagan holda o'tkazish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari hamda umumta'lim fanlarini bilish darajasi yoki xorijiy tillarni bilish darajasi imtihonlari katta sig'imli binolarda o'tkaziladi. Kichik turdagi yoki kompyuterda topshiriladigan imtihonlarimiz esa alohida maxsus xonalarda o'sha video kuzatuv nazorati ostida tashkil etiladi va o'tkaziladi. Barcha jarayonlar o'sha to'liq video kamera nazoratiga olingan va to'g'ridan-to'g'ri o'sha respublika tashkilotimiz tomonidan tegishligi bo'yicha nazorat olib borish yo'lga qo'yilgan. Bizga ma'lumki, bugungi kunda milliy va xalqaro sertifikatlar aynan o'qituvchi va o'quvchilarning bilim darajasini belgilab beruvchi mezonlardan biriga aylanib ulgurdi. Fanlardan ma'lum sertifikatlarni qo'lga kiritib yetarli ballni to'plagan abituriyentlar balli yetarli darajada deb topilsa, oliy ta'lim muassasasi talabaligini ham qo'lga kirityaptilar, to'g'ridan-to'g'ri. Shu sababdan bugun milliy va xalqaro sertifikatlar olish uchun bo'lib o'tadigan test imtihonlari ham ko'pchilikni qiziqtiradigan jarayonlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda aynan umumta'lim fanlari hamda xorijiy tillarni bilish darajasi uchun o'tkaziladigan imtihonlar, ya'ni milliy va xalqaro sertifikatlar olish uchun o'tkaziladigan imtihonlarning o'tkazilish tartibi, unda ishtirok etish tartibi haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Umumta'lim fanlarini bilish darajasini aniqlash imtihonlari asosan o'sha 9 ta umumta'lim fandan test sinovlari tashkil etiladi. Unda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni MyGov.uz orqali o'sha ro'yxatdan o'tadi talabgorlar. Belgilangan to'lovni amalga oshirgan talabgor sifatida qabul qilinadi. Xuddi shunday birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan talabgorlarga 50% ularga imtiyoz sifatida berilgan. O'sha to'lovni 50% miqdorida to'lab imtihonga qatnashishlari belgilangan. Barcha fanlar o'zini murakkabligidan kelib chiqib, imtihonlar turli vaqtlarda belgilangan o'sha nizom talabi asosida tashkil etiladi va ularni hisoblash Rash modeli orqali hisoblanadi. Ya'ni ularga eng yuqori ball A+ hamda A daraja, keyin B+ va B daraja, C+ va C daraja bilan sertifikatlar, o'sha loyiq deb topilganligi sertifikatlar taqdim etiladi. Endi A va A+ darajadagi sertifikatni olgan talabgorlar belgilangan oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish imtihonlarida belgilangan fanlar majmuasi bo'yicha sertifikatni qo'lga kiritgan talabgorlarga maksimal ball beriladi. Umumta'lim fanlarini bilish darajasini aniqlash bo'yicha o'tkaziladigan imtihonlar bir yilda necha marotaba
o'tkaziladi va unda ishtirok etish tartibi qanday bo'ladi? Masalan, bir yilda 2 marotaba ham ushbu imtihonlarda ishtirok etish mumkinmi? 2026-yilni imtihonlar grafigi 2025-yilda tasdiqlanadi. Ya'ni bu o'sha agentlikni test o'tkazish joylaridan kelib chiqib rejalashtiriladi. Asosan o'sha 2 marta yoki ayrim fanlar 3 martagacha o'tkaziladi. Shundan kelib chiqib, har bir talabgor o'sha xohlagancha, ya'ni 2 marta yoki 3 marta yoki o'zini xohishi bilan test sinovlariga ishtirok etishi mumkin. Bunda aytib o'tganimizdek, o'sha faqatgina test sinovlariga ishtirok etishda o'sha nizom talablarida belgilangan tartibda o'sha qoidani buzmasdan o'tkazish asosiy ularga qo'yilgan talab hisoblanadi. Aynan milliy va xalqaro sertifikatlarni olish uchun bo'lib o'tadigan test imtihonlari savollarini tuzishda nimalarga e'tibor qaratiladi? Va masalan, savollarni qabul qilib olish, tarqatish jarayonlari, umuman mana shu test jarayonlarini tashkil etishda adolat va shaffoflikni ta'minlash uchun nimalarga e'tibor qaratilyapti? Hozirgi kunda o'sha chet tilini bilish darajasi hamda umumta'lim fanlarini bilish darajasini aniqlash imtihonlarida barcha savollar maxfiyligi to'liq agentlik tomonidan amalga oshirilib, test materiallari maxsus qoplarda muhrlangan holda davlat feldigirlik xizmati orqali o'sha hududiy bo'limga yetkaziladi. Va yetkazish jarayoni to'liq o'sha video kuzatuv nazorati ostida har bitta o'sha qopni ochilishidan toki yopilishiga qadar nazoratda bo'ladi va ushbu jarayonda shaffoflikni ta'minlagan holda imtihon yakunlanishi bilan shu kunning o'zida davlat feldigirlik xizmati orqali agentlikka test materiallar qaytarib yuboriladi. Nizom talabi bo'yicha har bitta guruhda 30 nafar talabgor test sinovlarida ishtirok etishi belgilangan. O'sha 30 nafar talabgorga 2 nafar guruh nazoratchilar to'g'ridan to'g'ri o'sha kuzatuv jarayonini amalga oshiriladi. Shu bilan birga nazoratchilarni o'sha agentlik xodimlari, bino rahbarlari, hudud vakillari tomonidan to'liq ularning faoliyatlari, kuzatuv jarayonlari amalga oshirib boriladi. Har bitta talabgorni binoga kirishi o'sha maxsus nazorat tekshiruvdan o'tkazgan holda shaxsni tasdiqlash, ya'ni identifikatsiyalash tizimi orqali uni shaxsiga aniqlik kiritilgandan keyin o'sha belgilangan guruhga maxsus o'sha yo'naltiruvchi maxsus xodimlar tomonidan guruhlarga yo'naltiriladi. Hamda ularni belgilangan joylarga shaxsni tasdiqlash hujjati orqali olib boriladi va o'sha test jarayoni ishtiroki ta'minlanadi. Talabgorlarga o'sha alohida o'sha ruchka hamda suv bilan ta'minlanadi. Ya'ni aytaylik, ayrim talabgorlarimiz har xil ruchkalarda yozishi, aytaylik ertaga o'sha natijani chiqarishda o'sha maxsus skantron apparatda tekshirishga bir muncha qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shunda bizda belgilangan standart bo'yicha oddiy ruchkada yozish tavsiya etiladi hamda ta'minlanadi. Hozir yuqorida ma'lumot berib o'tdingiz. Aynan mana shu test jarayonlari, imtihonlar o'tkazilishda har bir guruh uchun 2 nafardan guruh nazoratchisi biriktiriladi dedingiz. Endi mana shu test jarayonlarini kuzatib boradigan guruh nazoratchilari qay tartibda tanlab, saralab olinadi? Mana shunga ham bir aniqlik kiritib ketsangiz. Bizda va ular kimlar bo'lishi mumkin? Guruh nazoratchilar asosan o'sha umumta'lim maktablarining o'qituvchilari hamda oliy ta'lim muassasalarining pedagog o'qituvchilari jamoasidan tashkil topgan. Ularni saralash jarayoni asosan o'tgan yilda test sinovlarini nazorat qilish jarayoni baholanadi. Ya'ni namunali, o'rta hamda yaxshi yoki qoniqarsiz yoki o'sha test jarayonida kechikish yoki qandaydir holatlarga yo'l qo'ygan talabgorlar jarayondan chetlashtirilgan bo'lishi yoki shu tartibda baholab boriladi. Namunali, yaxshi nominatsiya bilan baholangan guruh nazoratchilar kelgusi yilda, ya'ni yangi yilda to'g'ridan to'g'ri suhbat orqali, ya'ni qayta suhbat o'tkaziladi va to'g'ridan to'g'ri shartnoma imzolanadi. Ikkinchi bosqichda esa yangi talabgorlar, ular onlayn o'sha agentlikning maxsus platformasi orqali ro'yxatdan o'tishadi. Ya'ni o'zini xohishi bor, o'sha imkoniyati bor, ya'ni test sinovlariga qatnashishga imkoniyati bor, tizimga ishlashni xohlovchi o'qituvchilar nazoratchi sifatida talabgor bo'ladilar. Bunda avvalo ilmiy markazimiz tomonidan belgilangan o'sha nizomlar asosida o'qitiladi hamda ulardan test sinovlari olinadi. Test sinovlari ham juda ham o'sha nazoratchilarni saralash test sinovlari ham juda bir shaffof va juda nazorat kuchaytirilgan holda o'tkaziladi va yuqori ballni qo'lga kiritgan nazoratchilikka talabgorlar test sinovlariga keyingi bosqichga, ya'ni suhbat qilinadi. Ya'ni o'sha suhbatda test sinovlarining talablari tushuntiriladi va o'ziga o'sha ma'qul deb topilgan, ya'ni o'zi ishlay olaman degan nazoratchilar bilan to'g'ridan to'g'ri shartnoma tuziladi va kunlik talabgorlarning soniga qarab
ehtiyojga qarab ularni o'sha tanlanma asosida test sinovlariga chaqiramiz va har bitta talab ular bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilinadi. Rahmat berib o'tgan ma'lumotlaringiz uchun. Endi mana shu test sinovlarining qay darajada o'sha shaffof, adolatli o'tishi aynan test jarayonlari bo'lib o'tadigan obyektlardagi qulayliklar va sharoitlar bilan ham bevosita bog'liq jarayon hisoblanadi. Endi bugungi kunda mana shu test imtihonlari o'tkaziladigan obyektlarda talabgorlar uchun qanday qulayliklar yaratilyapti? Mana shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. O'tgan 2024-2025 yillar mobaynida Qarshi shahrida katta sig'imli test sinovlarini o'tkazishga mo'ljallangan inshoot qurildi va foydalanishga topshirildi. Hozirgi kunda o'sha zamonaviy talablarga ega bo'lgan, barcha o'sha shaffoflikni ta'minlagan holda test sinovlarini o'tkazishga mos bo'lgan katta pavilyonda test sinovlari o'tkazilmoqda. Ya'ni bunga 1000 dan ortiq talabgorlar bir vaqtning o'zida imtihon topshirish imkoniyatiga ega. U yerda o'sha tibbiyot xonalari, talabgorlarni shaxsini aniqlash uchun Face ID dan o'tish qurilmalari, narsa buyumlarini olib qolish uchun maxsus xonalar bilan to'liq jihozlangan. Shu bilan birgalikda o'sha binoni o'zida 70 ga yaqin statsionar va aylanma 360 gradusli kameralar o'rnatilgan. Bu to'g'ridan-to'g'ri o'sha maxsus xonada kamera orqali ham kuzatishni va nazoratchilar ishtirokida test jarayonini ham to'liq kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi. Oliy ta'lim va professional ta'lim muassasalarini qabul testlari o'sha yuqorida ham aytib o'tganimizdek, o'tgan 2025-yil 13-25 iyul kunlari o'tkazildi. Ya'ni xuddi shu tartibda oliy ta'lim muassasalariga bir marta o'sha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki agentlikning maxsus platformasi orqali ro'yxatdan o'tiladi hamda oliy ta'lim muassasasiga imtihon topshiradi talabgor. Yetarli ball to'play olmagan talabgorlar o'zini o'sha keyingi bosqichda professional ta'lim muassasalarini tanlash orqali o'qishini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni ikkita sohani imtihoni bittada o'tkaziladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, xorijiy tillarni bilish darajasini aniqlash hamda umumta'lim fanlarini bilish darajasini aniqlash bo'yicha milliy sertifikatga ega bo'lgan talabgorlarning sertifikatlari ham to'liq inobatga olinadi. Ya'ni unda ro'yxatda o'tish jarayonida sertifikatini yuklash lozim bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha agentlik tomonidan xorijiy tillarni bilish darajasini imtihonlaridan talabgorlarimizga berilgan sertifikatlarni o'sha xalqaro hamkorliklar bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga mana Amerikaning xalqaro SAT imtihonini o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishildi va buni o'sha hududlarda ham mana 2026-yildan boshlab o'tkazish yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga boshqa xalqaro imtihonlarni ham o'tkazish rejalashtirilgan va bu bo'yicha agentlik tomonidan ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan yil mobaynida bo'lib o'tgan test imtihonlari yoki milliy va xalqaro sertifikatlarni olish uchun bo'lib o'tadigan test imtihonlarida mana shu talabgorlardan yoki abituriyentlardan, umuman ota-onalar tomonidan Bilim va malakalarni baholash agentligining viloyat bo'limiga qanday savollar kelib tushdi va ularga qanday bir huquqiy tushuntirishlar berilyapti? Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bunda mana o'tgan yillarni biz tahlil qiladigan bo'lsak, 15 mingga yaqin murojaatlar kelgan bo'lsa, mana hozir oddiy birgina misol 2025-yilning o'zida aynan viloyat bo'limiga misol uchun 200 ga yaqin yil davomida murojaatlar bo'lgan. Ya'ni unda ham o'sha yildan yilga biz murojaatlarni kamaytirish bo'yicha joylarga targ'ibot ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Mana maktablarda, mahallalarda va turli jamoat joylarida yoki imtihonga kelgan o'sha ota-onalar bilan birgalikda o'sha huquqiy tushuntirish berish, bugungi yoshlarga beriladigan imkoniyatlarni ularga tushuntirish borasida bir qancha tadbirlar tashkil etmoqdamiz. Endi ularni asosan o'sha fuqarolarimizdan bo'ladigan murojaatlar asosan imtiyozlar bo'yicha. Misol uchun xotin-qizlarimizga beriladigan imtiyozlar, 5 yil stajga ega bo'lgan xotin-qizlarga bo'lgan imtiyozlar bor yoki o'sha harbiy xizmatchilar yoki ichki ishlar xodimlarining farzandlariga beriladigan boshqa imtiyoz turlari bor. Shular yuzasidan bo'ladi. Ularga biz o'sha tegishlicha nizom talablari asosida ularga tushuntirish beramiz va shu tartibda murojaatlarni kamaytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. O'zingiz o'sha yuqorida ta'kidlab o'tgan imtiyozlar haqida bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimizga ham ma'lumot berib o'tsangiz. Oliy ta'lim muassasalariga kirishda bir qancha imtiyozlar mavjud. Masalan, muddatli harbiy xizmatchilar uchun berilgan yoki o'sha xotin-qizlarga, yoshlarga beriladigan imtiyoz yoki o'sha turli soha xodimlariga yoki farzandlariga beriladigan imtiyozlar mavjud. U
o'sha har bittasi alohida kvotadan kelib chiqib belgilanadi. Buni albatta o'sha beriladigan imtiyoz bu bizda asosiy o'sha tushuncha shunday iborat bo'ladiki, imtiyoz berildi, men o'sha o'qishga kirdim degan tushuncha bo'ladi. Yo'q, aslida imtiyozga ega bo'lgan talabgor o'zi bilan xuddi o'zidek imtiyozga ega bo'lganlar o'rtasida tanlovda ishtirok etadi. Imtiyoz olganlarning eng yuqori ball to'plaganlar imtiyozga ega bo'lgan tavsiyanoma asosida talabalikka tavsiya etiladi. Va shu narsani tushuntirish bo'yicha bizga asosan savollar bo'lib turadi. Endi bugungi kunda mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oila farzandlari uchun ham imtiyozlar mavjudmi? Mana shu milliy va xalqaro sertifikatlarni olish uchun bo'lib o'tadigan test imtihonlarida ishtirok etish uchun yoki o'sha oliy ta'lim va umuman professional ta'lim muassasalariga kirish uchun bo'lib o'tadigan test imtihonlarida ishtirok etishda aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj va kam ta'minlangan oila farzandlari uchun qanday imtiyozlar mavjud? Ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oila o'sha ijtimoiy himoya reyestrida ro'yxatga olingan oila farzandlari bo'ladigan bo'lsa, ularga imtihonga kirish uchun 50% chegirma. Oliy ta'lim muassasalariga kirishda to'lov undirilmaydi. O'sha bepul oliy va professional ta'lim muassasalariga imtihonga qatnashish mumkin. Xuddi shunday hozir mana xorijiy tilni bilish darajasini aniqlash imtihoni bo'yicha ko'zi ojiz birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolarga yoki o'sha braille alifbosida maxsus maktabni tamomlagan talabgorlar uchun kompyuterda xorijiy tilni bilish darajasini aniqlash imtihonlari maxsus o'tkaziladi. Bu ham o'sha imtihonni tashkil qilingani bitta o'sha bir yangilik sifatida aytiladigan bo'lsa, ularga o'sha to'lovlarni 50% miqdorda imtiyoz qilinishi bu ham ularga katta yordam sifatida ular tomonidan qabul qilindi desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Mana shu jarayonlarda test imtihonlarini o'tkazish uchun kiritilayotgan o'zgarishlarni, yangiliklarni keng jamoatchilikka yetkazish uchun qanday bir targ'ibot tadbirlari tashkil etilyapti? Har yilni boshida o'sha reja grafik ishlab chiqamiz hamda o'sha hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ishlaymiz. Asosan bizda katta kontingent tashkil qiladi maktablarni 11-sinf bitiruvchilari. Biz o'sha o'zimizda hududiy bo'limda test sinovlari o'tkazilmaydigan kunlarda borib o'sha maktab jamoalari bilan bitiruvchi o'quvchilar bilan uchrashuvlar o'tkazib o'sha oliy ta'lim muassasalari va professional ta'lim muassasalariga bo'ladigan test sinovlarida kiritiladigan o'zgarishlar, yangiliklar bo'yicha o'sha huquqiy tushuntirishlar berib boramiz. Shu bilan birgalikda mana jamoaviy o'zimizni bilim va malakalarni baholash agentligining hududiy bo'limini maxsus Telegram kanallari bor. O'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali ham o'zimizda bo'ladigan yangiliklarni, o'zgarishlardan xabardor qilib boramiz. Biz bugungi muloqotimizda bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritdik. O'z vaqtingizni ayamasdan studiyamizga tashrif buyurib, aynan mavzu yuzasidan zarur va kerakli ma'lumotlarni teletomoshabinlarimizga yetkazganingiz uchun sizga o'z minnatdorligimizni izhor etamiz. Aziz teletomoshabinlar, muloqotimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi efir soatlarida ko'rishguncha salomat bo'ling deymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.